Assalomu alaykum qadrdonlar, tushibmisizlar, omonmisizlar? Sizlarda hammasi yaxshi degan umiddaman. Tan joningiz sog' bo'lsin. Anchadan bosib video chiqarmay qo'ydim. Bunga bir ma'lum bir sabablar bor. Xudo xolasa video davomida bu sabablarni aytib berishga harakat qilaman. Bugun 19-fevral, Ramazon oyining 1-sanasi. Hamma ro'za tutganlarga xayrli va barakotli bo'lsin. Bu videoni qachon ko'ryapsiz bilmayman, lekin bizda Ramazon. Ramazon Germaniyadamiz. Bundan bari faqat asosan Germaniyada bo'laman. Vaqt ko'rsatadi. Qor. Germonda qor, akalar. Opa-singillar. Yangi firmaga o'tganman. Shu munosabat bilan ozgina aqabaqalar bo'ldi, ozgina ishlar bo'lib ketdi. Shuni hisobiga video chiqarmay qo'ydim. Qandaydir motivatsiya kamayib ketdi, xohish, intilish. Xudo xolasa bundan bag'iga doimiy video qo'yib borishga harakat qilaman. Sizlar ham qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu sizlarning har bitta qilayotgan obunanglar, likeinglar men uchun bitta bir motivatsiya. Videoni kuzatishda davom etinglar. Hop, mashinani doimgidek aylanib chiqish bilan boshlaymiz. Raqamlar joyidan. Nemis raqamda ishlayapmiz. Balonlar joyidami? Xolasa joyida. Zapaskamiz o'zi yo'q edi. Doim sheyni qarash esdan chiqmasin. Sababi kimlardir g'alamis nusxa insonlar tortib qo'yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo'lga chiqdik. Subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va la ilaha illa robbina la min qalibun. Alloh safarlarimizni bexatar beshga saylagan. Parkovkadan chiqayotganda avtoturargohdan ehtiyotkorlik doim muhim. Sababi yoningizda turgan mashinalar sizga yaqin qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki oldiroqqa chiqib qo'ygan bo'lishi mumkin. Pritsep bilan ularning oyna qismini yoki o'sha yagach qismini ketib qolmaslik uchun doim yaxshilab qarash kerak. Qor avjida. Do'stlar, manzilga yaqinlashib qoldik. Qorni qaranglar, ajoyib yog'yapti. Kerakmini sizga? Svetofor yo'l bitta.
Aqdan kelayotgan mashinalarni to'xtatadi-da, bitta yo'lga soladi. Bu tomondan kelsak, bizni to'xtatadi-da. Mana shunaqa yo'l ekan. Svetofor shunga qo'yilgan. Ketdik mana. Yashil yonyapti, nimagadir telefonda ko'k ko'rsatyapti, havo rangi. Поверните налево. Затем ваше место назначения будет справа. Ana yetib keldik. Xudo xolasa manzilga. Yuk tushiradigan joyga keldim do'stlar. Mana shu tashkilot nomi. Bundaqa plastmassa idishlar ishlab chiqarar ekan. Konteynerlar. 1494-yili ishlab chiqarish boshlangan ekan. Hozircha javob berishmayapti. Anida ichkarida odam o'tiribdi, lekin ochib qo'yishmadi. Ha, kutamiz. Soat 7 degandi, 7 bo'ldi. Poychoq turibdilar. Do'stlar, men u tomonga borib oldim-ku. U tomonda emas, mana edi ekan kirish. Mana kichkinagina qilib tablichkada yozib qo'yishgan ekan. Boya qorong'ida ko'rmayman. Endi aylanib o't dedi. Qani aylanib o'tamiz-da. Sizlarni to'sib qo'ydimmi? Yuk tushirishni ham boshlab yubordik. Yonini ochdim. Bitta o'ylantirayotgan narsa, vilkasi kichkina ekan. Oladiganmi? Endi bilmadim. Nari tomonni och demasa bo'ldi. Muhimi shu. Yoki bir yo'l topiladi-da, iloji yo'q. Omadim keldi do'stlar. Bu tomonni ochmaydigan bo'ldim. Sababi mana sal boshqa kara keldi. Bunisi ag'dagi uzunrog'ini olyapti. Uzoqroqdaginisini, ya'ni.
Do'stlar, yukni ham tushirib oldik. Hali yana 2 dona bor. Xudo xolasa buni ham tushirib olinsa bo'sh bo'lamiz. Keyin yozib qo'yamiz menejerimizga. Qayga boray deb. Xudo xolasa. Qor hali ham yog'ib yotibdi. Do'stlar, qo'lqopimiz yozga shuni hisobiga suv tushmadi. Normalnigina tuzuq quruq shimib qo'yadi. Yana ham anchasi chiqmadi. Shunaqa gaplar. Qo'lim qorayib qoldi. Endi bitta qorlavoramiz qo'lda. Do'stlar, XG DAF-ni oldin XF minardim, avariyni bo'lsa. XG bilan XF hech qanaqa farqi yo'q. Kabinasi kattaroq xolos. Manida yana doimgidek oyoq kiyimni bittadan yechish kerak. Yo, bismillah. Birinchi bitta, keyin ikkita. Ikkinchisi shunaqa qilib chiqib olinadi. Oyoq kiyim bittasi pastda. Sig'maydi. Do'stlar, mana yuk tushirganimiz qog'ozini ham oldik. Manida rosa qiynaltirdi, yaramas. Orqachalab yurib keldim boyagi joydan. Yurib kelib mana ichkariga olib kirib, oldiga tortib, ashna qilib bega qo'yib oldim. Qorligiga rosa mashina qiynaldi. Meni ham qiynadi, yaramas. Ana mashinadagi aka rus ekan, endi rusga gavarashchi deydi-ku. Rus tilida gapiruvchi qaysidir millat. Qarab turdi, yordam berdi. Tan joni sog' bo'lsin. Shunaqa gaplar. Bunday qilib jo'natib qo'yasiz. Kutib o'tiriladi bag'i. Do'stlar, yo'lga chiqdim. Rosa 1 soat deganda yuk berdi. Sekin yo'lga chiqibmiz endi. 16 kilometrda ekan yuk yuklaydigan joyimiz. Zapchas yuklar kammiz, xudo xolasa. Datchiklar noto'g'ri ishlayapti. Joy kunduzgi ko'rinishi, boya sal qorong'roqda. Mana qarang, qancha svetofor o'rnatgan, shu remont bo'layotgan joyga. Qoyil qolish kerak. Bu tomondagilar o'tib kelyapti. Jigarlar, yetib keldim manzilga. Rampa sразу berishdi. Zudlik bilan, ya'ni kelishimga registratsiyadan o'tdim. 26-rampaga qo'ying deyishdi. O'zbekchasiga darvoza bo'lsa kerak-da endi. 26-darvozaga qo'ying deyishdi. Hozir xato keldim-da. Mayli. Bo'laveralla. Ziyoni yo'q. Mana 27-26 yonma-yon ekan. Iskashi 26. Mashina aylanib qolmadimi? Endi to'xtab olamizlar. Ketdik qani. Darvozani ochishimiz kerak.
Mana eshigimizni. Sizlar turib turing, namoz kelaman. Jigarlar, mashinani qo'yib berdim, yuklashni boshlashdi. Ichkarida kerakmanmi desam, yo'q, issiqqina o'tiring deyishdi, bo'pti dedim. O'tirman endi issiqqina. Qor yog'yapti. Doimgidek. Ramazonning birinchi kuni, Xudo xolasa yaxshi. Ko'ngildagidek. Do'stlar, mana Shopir tog'aga ham malades. O'zi shu pritsep bilan keldi. Keldida uni birinchi bu tomonga qo'ydi. Hozir mana qo'yayotgan joyida o'zi bitta pritsep bor edi. Birinchi mana o'zinikini bo'shatdi, keldi, uni uladi, uni olib aqqa qo'ydi. Aqqa qo'yib turib, o'zinikini uladi-da, hozir endi buni baqa qo'yyapti. Yuklashga. Buni hozir bega uzib, keyin u narga turgan pritsep ulab, menimcha ketsa kerak. Bay. Haliga ochaman, yopaman emas, uzaman, ulayman bo'lyapti-da, o'zi ham tog'ani ishi. Shunaqa gaplar. Tog'ani boya pritsep uladi mana yerda turganini. Endi o'rniga boshqasi keldi. Mana bu. Endi bu ham hozir pritsep qo'yadi, uzadi. Keyin mana yerdaginisini, ikkinchisini ulaydi. U tomonda turganini. Ag'daginisini. Voy, ana uzishni boshladi. Ish ko'p ekan bularni. Bizni yuklab bo'lishdi. Tog'a yukladi. Hujjatni byurodan olasan dedi. Sekin endi yo'lga chiqamiz. Leipzig tomonga qarab. Jigarlar, yo'lga chiqdim. Boradigan manzilim 400 km ekan. Xudo xolasa. Mana boshlandi. Vitasi chapga, vitasi o'ngga. Yo'limni topalayna, keyin gaplashamiz. Yo'limni topdim. Shu ozginaga mana bu eski navigator yilini yangilab turish kerak-da. Yilini yangilamagandim, o'shanga ozgina xato ko'rsatib yubordi. Xullas bugun olib borib tushirdi-yapti 400 km ga. Soat 11 bo'ldi. Soat 5 gacha ishlar ekan. Orada bitta 45 soatlik, 45 minutlik pauzaga to'xtasam, Xudo xolasa olib borib tushirishga harakat qilamiz-da. Yomon narsani ko'rdim, olishga ulgurmay qoldim. Yo'l o'rtasida fura avarinkani yoqib turibdi. Bunaqasini ko'rmagandim. Ya'ni ko'p kishi o'ng tomonga olib to'xtaydi. U ya'ni chap tomonda turibdi. Chap tomonda bilmadim qana to'xtagan u. Lekin yo'l o'rtasida turib avarinkani yoqib qo'yibdi. Do'stlar, qor o'ta avjiga olib ketdi. Juda qattiq yog'yapti. O'shani hisobiga hozir datchik distansiya, ya'ni masofani ushlab turadigan datchigimiz qor bilan qoplanib qoldi. Masofani endi ushlamaydi mashinamiz. Hop, yana telefon kelib qoldi-yu. Xullas, buni ishlatish yo'li bor. Ya'ni hozir mana cruise control ham ishlamaydi. Mana cruise controlni bosyapman, ishlamaydi. Mashina tortmaydi. Dam oling deyapti. Xo'p, buni ishlatish yo'li bor. Qarab turinglar. Mana masofani ushlaydigan narsa bor. Shuni o'chiramiz. O'chdi mana. Uzr. O'chdi. Endi qarab turinglar. Cruise control yoqaman. Cruise control ishlashni boshladi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak, oraliq masofani ushlamaydi shunda. Oraliqni o'zingiz ko'rib ketishingiz kerak. Tezlashib ketganda tormozni bosib qo'yib, cruise controlni o'chirasiz. Orqaga qaraysiz. Hech kim yo'qmi deb turib, keyin obgonga chiqib borsangiz bo'laveradi. Xullas shunaqa gaplar. Kimga kerak bo'lsa foydalaninglar. Do'stlar, qor tugadi. Endi mana qorlar erib, mashinaning oldidagi xatoliklar yo'qoldi, ошибкалар. Endi distansiyani yoqib qo'ysak bo'ladi, ya'ni masofani. Mashina o'zi masofani saqlab ketish kerak.
kiramiz, yoqamiz. To'rga qo'yaylik, to'r yaxshi. Endi qarab turinglar. Hozir yo'qolsin. Cruise control yoqib qo'yaman. O'zi bundan bag'iga masofani saqlab ketaveradi. Qulay va qulay. Foydalaninglar. Akalar, mana shu bo'laveradimi endi? Qaranglar. 90 ketyapman. 90 da ham obgon olyapti. Rasmni qarang, rasmni. Yaramas. Bu raqam ham 4 ekan. Do'stlar, yuk tushiradigan joyimga keldim. Yuk tushirishga qo'yib berdim mashinani. Bu vaqt ichida shom kirdi. Endi sekin iftorlik qiladigan vaqtimiz keldi. Endi yuk tushirib bo'lsa sekin olib chiqib qo'yamiz. Eng qizig'ini aytayim, parkovkada bitta Toshkent raqamda bitta Chuslik akamizni ko'rib qoldim. Xudo xolasa chiqib turib aka bilan suhbatlashamiz degan umiddaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kuzatishda davom etamiz. Do'stlar, bir narsa ko'rib qoldim. Topinachi nima bu? Yovvoyi quyon. Zayt deydi-yu. Turishini. Qorong'ida xiralashib ketyapti. Kattaligini. Do'stlar, yuk tushirib chiqdim. Bugungi ish kunimni yakunladim. Haligi bratimiz ketib qolibdilar, Chuslik akamiz. Endi bu aka bilan ko'rishishlik nasib qilmadi. Chiqdim, ish soatimni bekitdim. Qisqacha ko'rinishi mana bugun 19. 6 da sementni ochganman. 18:54 da yopdim. 6 soat 38 minut yurdim. Umumiy ishlagan vaqtim 12 soat 52 minut. Shunaqa gaplar do'stlar. Ko'p kishi o'ylaydi Yevropada 8 soat yuradi, 9 soat yuradi, shu bilan dam oladi deydi. To'g'ri, yurish soatimiz oz bo'lgani bilan umumiy ish soatimiz ba'zida 15 soatgacha boradi. Ba'zida 10 soatdan bo'ladi. Hamma ishi o'ziga yarasha plus minusi bor. Ramazondagi birinchi ish kunimiz shunday qilib yakuniga yetdi. Hali yuk bergani yo'q. Endi Xudo xolasa yuk bersa, ertaga bazaga qaytamiz. Xudo xolasa uni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Bundan yaxshi videolar hali oldinda. Siz hali ham agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, like bosish, tekin eslatib qo'yish vazifam. Kommentariyada ruscha so'zlagani, kommentariya emas, izohlarda ruscha gapirgan so'zlarimni o'zbekchasini yozib qo'ysanglar, bilmagan joydan bilib olish o'zim uchun foydali. Keyingi safar albatta siz aytayotgan so'zlarni ishlatishim mumkin. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.